Assalomu alaykum, sizlar va nihoyat bugun kelgan narsalarimni yutib uchun obzorga bermoqchiman. Hamma narsalarimdan ichida bor. Hammasini tanishtirib, narxlari bilan aytib o'tishga harakat qilaman qizlar. Xo'sh, Roundlab'ni namlantiruvchi, tinchlantiruvchi kremidan keldi. Bu 80 mg, keyin 20 mg qo'shimchasi bilan 210 ming so'm juda ham zo'r narxda kelgan. Bemalol zakaz bersalar bo'ladi. Buni alohida 50 mg sotiladiganlar ham unaqa narxda emas. 240 ming, 230 mingdan bo'ladi kamida. Bundan bu xullas zo'r narxda keldi. Mana ichida bor. Bemalol Telegram gruppamga kirib zakaz bersalar bo'ladi. Keyin Lola Reseptdan tarkibida ko'k yo'l va retinol bo'lgan ko'z kremidan ham keldi. Hozir ayni mavsumga mos, sochlarga juda ham yaxshi yordam beruvchi, qora ishlarga ham namlantirish ham juda ham zo'r bo'lgan kremlardan. Bundan nima bor. Keyin Selmaxni quruq yuzlar uchun, ta'sirchan yuzlar uchun toneradan ham bor. Narxi 160 ming so'm. Mishani ikki xil penkasidan keldi. Bundan anchadan beri yashil kelmayotdi, yashildan ham keldi. Uchtasidan ham uchtasi quruq yuzga, yashil, yog' yuzga. Yaxshi budjetniy penkalarimizdan, sifati yaxshi, lekin budjetniy bo'lgan. Narxi 75 ming so'm, gram 172 mg. Keyin Ecosel SPF-laridan ham keldi. Buni butun oila bilan ishlasa bo'ladi. Hatto bolalarga ham ishlasa bo'ladi. Hajmi ham 70 mg. O'zim ham ishlatganman, haqiqatan ham yaxshi. Ta'sirchan yuzlarga ham juda ham yaxshi tushuvchi, kundalik ishlasa bo'ladigan eng yaxshi SPF-lardan biri Ecosel. Ham narxi ham qimmat emas. Narxi 100 ming so'mdan. Bemalol zakaz bersalar bo'ladi. Keyin qizlar, Roundlab'ni SPF-laridan kelgan. Buni tonsizdan ham bor, tonapligidan ham bor. Narxi 150 ming so'mdan. Secret tonab SPF-laridan keldi. Bundan ham bor. Narxi 65 ming so'm. Beauty of Chosen SPF-laridan keldi. Narxi 150 ming so'm. Enzim pudralardan keldi. Anvanikidan. Narxi 185 ming so'm. Bu ham zo'r narxda qizlar. Bemalol zakaz bersalar bo'ladi. Oqartiruvchi, quruq yuzlarga ham juda yaxshi tushuvchi enzim pudralardan. Buni aytdim buni. Keyin Lagom gidrofil maskaramizdan 160 ming so'm. Hozir bu ham yaxshi zo'r narxda skidkada. Pretty Skin SPF-lari ham 65 ming so'mdan. Buni ham 3 xili bor. Buni keyin yashil ham bor, mana yashil ham bor, mana. Bulardan ham nechta bor? 65 ming so'mdan, gram 70 mg. Keyin doktor so'raydiganlar uchun SPF-dan olib keltirdim. Oqartiruvchi, ajalga qarshi qo'shni maksimal himoya qiluvchi SPF-lardan. Ichida bor, atiga 170 ming so'mdan. Mana Beauty of Chosen SPF-larni aytdim. Gutal donoridan bor 300 mg 200 ming so'm. Oqartiruvchi yaxshi donorlardan, antioksidan hisoblanadi. Lagom penkasidan bor. Buni nimasidan ham bor? Yellow-dan ham bor. Keyin Access SPF 150 ming so'mdan. Beauty of Chosen bunaqa SPF-dan ham kelgan. 150 ming so'mdan. Mana qismi. Pudralarimizdan 110 ming so'm bu nimasi ham bor, zapaskasi ham bor qizlar. Mana bu Beston ton bermaydigan Roundlab SPF 150 ming so'mdan. Mana qizlar. Keyin Dr. China Red Blemish Soothing penkasidan ham keldi. Buni boshqacha turligidan ham bor edi. U ham kelgan, undan ham kelgan, uni ham hozir ko'rsataman chiqib qolsa. Narxi buni 130 ming so'mdan. Lola Reseptni 170 ming so'mdan qizlar. Shu nima oldi? Xudo xolasa, Hayt Roza ayollar oldi. Katta skidga qo'yaman kupamda. Bemalol zakazi borlar. Xullas skiddan foydalanib olsanglar bo'ladi. Hamma narsamni sonatda qo'yib beraman, xolasa. Keyin bundan aytdim. Keyin Dr. China Red Blemish tinchlantiruvchi, namlantiruvchi kremlaridan 175 ming so'm bundan ham bor. Soch uchun spreylarimiz, yog'lanishga qarshi. Buni o'zim ham ishlatyapman. Yaxshi, hidi ham yaxshi, tabiiy nima hid kelib turadi. Tabiiy. Yoqimli hid kelib turadi. Bundan ham bor. Narxi 160 ming so'm. Ajallar uchun tonerlardan ham bor. Buni ikki xildan ham, bunisidan ham bor. Buni narxi 150 ming, buni narxi 160 ming so'm qizlar. Keyin Misha kremlaridan ham bor. Bundan yana bor, narik korobkada shekilli. Bundan ham bor. 21 nomeridan, 13 nomeridan bor. Bu ham 20 ekan. Bundan 13 nomeridan ham bor. Nima Dalbani 100 mg ligidan keldi qizlar. Bu yangi versiyasidan keldi. 195 mingga. Yaxshi, xullas zo'r narxda keldi. Men buni eshitishimcha 270 mingdan sotishyapti ekan. Eng yaxshi narxda olsalar bo'ladi. Keyin oqartiruvchi Bonicl'dan penka. Bu Mishani aytdim. Keyin mana Lagom Yellow penkalaridan 130 ming so'mdan qizlar. Keyin bu penkalarlik penkalardan keldi. Veldermadan 150 ming so'mdan. Mana. Buni aytdim. Lola Reseptni vitamin C kremidan keldi. Serumidan. Keyin qaranglar, ko'z ostidagi qanaqa kremlarimizdan keldi. Zo'r. Amidipindan tozalanlik, Deepin Short ko'z kremi. 2 barobar kuchaytirilgan, yaxshi yordam beradi ajalga. 140 ming so'mdan atiga. Keyin Dr. China peeling gellaridan keldi. Yana bor edi bu yoqda. Plus korobkalarda aralashib. Keyin nimadan ham bor? Access penkasidan 130 ming so'mdan. Keyin nimadan ham Lagomni gidrofil massasidan bor. Aytdim 160 mingga. Dalba 100 mg. Keyin Misha penkalarimiz, qo'l kremlarimiz qizlar. Bu qarabga o'tamiz. Bu korobkada maskalarimiz bor. Juda ham ko'p maskalar kelgan. Chunki men unaqa ko'p maska sotmasdimda. Ko'p so'rayverishadi maska bormi? Bir martalik maska bormi? Buni olib keldim. Mana juda ham ko'p keldi.
Xullas, bular ham har xilidan keldi, mana ko'rsatmoqman. Bu namlantiruvchi, tinchlantiruvchi, bog'lagich, oqartiruvchilardan ham keldi. Kollagenligidan ham keldi. Keyin Salmon Lab pedrenlik CC kremlarimizdan ham keldi qizlar. Zo'r narxda 150 ming so'mga keldi. Ichida SPF 50 ga bor. Bemalol SPF siz o'zingiz ishlasanglar bo'ladi. Nalishda bor. Keyin nima aytmoqchi edim, Laneige tonerlaridan ko'pgina zakaz qildim. Bu bir bo'lib qoladi, har doim bo'lmaydi bu Laneige narxlari. Xullas, yaxshi narxda 60 ming so'm qilsa, attiga 60 ming so'm. O'zim saytida ham unaqa narx emas, o'zim qarab tekshirib ko'rdim. Bu nima qiladi? Bu tarkibida keramidlari va peptidlari bor. Ajinlarga yaxshi yordam beradi. Ham chuqur namlantiradi. Bu kremskiy qizlar unaqa ketidan krem surish shart emas. Shaxsan o'zim ishlatyapman. Xuddi men buni surgandan keyin xuddi krem surgandek bo'lib qoladi yuzim. Shuni o'zini olib, masalan, grammi buni 50 milligram olib, ancha paytgacha ishlasanglar bo'ladi. Ham barakali. Bundan ham natija bor. Ayniqsa quruq ta'sirchan baryer buzilgan yuzlarga bemalol ikkilanmasdan tavsiya qiladigan tonerlarimdan. Men o'zim yog'li yuzim, lekin yaxshi narsa bo'lganiga ishlatyapman. Yuzimga yoqdi baribir. Mana bulardan ham. Bas keldi keyin buni qaranglar, nimasdan keldi. Laneige shunaqa maskasidan yana keldi. Buni ham oldin sotdim. Nima qiladi? Ham maska vazifasini, ham krem vazifasini bajarib beradi. Kechki payt suriladi. Ulardan ham keldi. Buni narxini esimda yo'q, lekin to'ppada yozilgan. Dermalerni qo'sharadan keldi qizlar. Buni ham narxi esimda yo'q. 21 qotligidan keldi. Ko'rinishi ham chiroyli. Mana sochib ko'rsataman. Ko'rinishi ham chiroyli. Mana qizlar. Kattagina, kichkina emas, kattagina. Mana ustida plyonkasi bor, yana olib tashlaysizlar, chiroyli bo'lib yaltirab turadi. Mana plyonkasi bor ustida, o'sha olib tashlab mazza qilib ishlatasizlar. Buni bizlar kremlarini, serum dolaga, penkalarni sotganman oldin. Buni qo'shoni endi keldi. Xullas, buni olishim. Keyin nimadan keldi qizlar? Seleveni toneridan. Mana kremidan, toneridan va serumidan keldi. Pedrenlik. Bilasizlar, buni ham juda ham ko'p qizlar so'ragandi. Olib keltirdim. Yaxshi narxda chiqdi. Narxi, ampulasi narxi 180 ming, kremining narxi, bu tonerning 165 ming so'mdan qizlar. Olsanglar bo'ladi. Grupamda bor narxlar. Xullas, Telegram grupamga yozsanglar. Nimalar zakaz olishni oladi. O'sha joydan gemoroy mazi qayta sotadigan, har kimga sotsam faqat yaxshi otib oladigan gemoroy mazidan keldi. Uni ishlatgandan hatto klientlarim operatsiyaga kirishmagan qizlar. Yaxshi yordam bergan. Gemoroyga bemalol qo'rqmasdan olib ishlatib ko'rsanglar bo'ladi, tavsiya qilaman. Keyin Roundlab doktor Penkasdan. Keyin mana boy aytgan. Bu red boymish. Boshqa chirog'i, boshqasini ko'rsatdim. Shuni bunisidan ham keldi. Uspekdan ko'rsatdim. Buni ham ko'rsatdim. Doktor Alsedan keldi. Buni 345, 347 ham keldi. Keyin Misti ham bor edi, uni ham ko'rsataman. Bunaqa atlarimizdan ham keldi. Buni ko'rsatdim. Medicina vitanol kremlaridan. Deb aytdim. Buni ham doktor Jin kremlari 175 ming so'm. Silmax hidrofil masla, doktor Jin kremi. Roundlab oil. Ana penkalardan 130 ming so'mga, namlantiruvchi quruq yuzlar uchun. Mana Misti 345 ni relief krem Misti keldi. Bu ham xuddi shu nima aytdim-ku, boya Laneige aytdim-ku. Xuddi shunaqa. Ayniqsa yog'li yuzlarimiz, umuman krem ishlatmasa ham bo'ladi buni ishlatgandan keyin. Krem Mist ham toner, ham kremoni bemalol bajarib beradi. Namlantirishi ham yaxshi, yuz baryerini ham yaxshi nima mustahkamlab beradi. Bundan ham natija bor. Narxi 160 ming so'm. Qizlar shunaqa qizlar. Silmaxni penkasidan keldi. Yog'li yuzlarimiz uchun Mishani aytdim. Gutaldan ham keldi. Selevek, intim adalarimizdan bor. Roundlabni yana penkasi, keyin aloe hidrofilli maslasi, aslisni serumi. Mana. Qizlar, BB Lab kollagenimizdan ham keldi. 1500 dozalik. Eng yaxshi kollagenlarimizdan, bulardan ham keldi. Xurumdan ham bor qizlar. Oqartiruvchi bundan ham bor. Slim kollagendan, botokollagen, Lactafit sarig'idan ham bor. 160 mingdan. Buni narxi 410 ming. Buni narxi 250 ming. Buni narxi 150 ming. 130 ming qizlar. Bu 250 ming ozirovchi Lactafit. Mistaysni shunaqa qalamlaridan keldi, har xilidan, har xil nomeridan 15 ming so'mdan qizlar. Lagon penkasini aytdim, qutdorlarimizdan bor. Narxi 30 ming so'mdan. Zo'r qutdorlar, haqiqatan o'zim qizlarimga ichirganman. Buni aytdim, bu SPFlarni aytdim. Keyin qizlar, yangilik yana Skinlabni penkasidan keldi. Keyin Skinlabni serumidan keldi. Bu ham retinollik. Ko'z atrofiga nimasi ham keldi. Ko'z atrofiga bakıcıyollik, ko'z krem serumidan ham keldi qizlar. Buni narxi 180 ming so'm. Bu narxi esimda yo'q. Buniki 150 ming so'm qizlar. Bu Rite Shop Booster'dan ham bor, Lagomni kremidan ham kelgan. Bu narxi 210 ming so'm qizlar Lagomniki. Keyin toneridan, Mist toneridan ko'z atrofiga Medicvildan krem 150 ming so'mdan. Merik vitamin C kremidan keldi qizlar. Xeradan nima ham bor qizlar, namlantiruvchi. Yaxshi tarkibda keramid, vitaminlari bor. Minik naborimizdan ham bor 80 ming so'mga. Fino keldi qizlar 130 ming so'm bu. Silmaxni buni serumidan ham bor. Mana bunisidan, bundan, keyin bundan, bulardan. Tushlarimizdan ham bor. Intim oqartiruvchi kremlarimizdan, mana naborlarni aytdim. Losyonlarimizdan hidi zo'r qizlar, rostdan. Hidi stoykisi ham yaxshi. Shampunimizdan, keyin Clio'ni tenlaridan kelgan qizlar. Qaranglar, juda ham sifatli ten. Mana narxi
birisi 80 ming so'm mana qizlar. Ranglarni ko'ryapsizlarmi? Chiroyli. Stoy krem. Bunaqa uchib ketmaydi. Peptidlik kremi Medifil. Keyin Fino shampunlaridan ham keldi. Zero balzamidan bor. Gudalni nimasidan kremidan ham bor. Vitaminlik oqar turish merketning kremidan ham bor. 160 mingga. Bundan ham bor. Narsisilardan ham bor. Xullas, Numbozin serumidan bor. Xullas, narsalarni iloji boricha tez-tez bo'lsa ham ko'rsatib o'tishga, narxlarni hammasini aytib o'tishga harakat qildim qizlar. Hammasi bularni hammasi ko'rib turganlaringiz hammasi nalichida bor. Yana ham savollaringiz bo'lsa yoki zakazlaringiz bo'lsa Telegram gruppamni silkasini qoldiraman shu video ostida. Zakaz bersanglar bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatimiz mavjud. Ikkilanmasdan zakaz qilsanglar bo'ladi. Aytgan joylarga, manzilingizga pochta orqali yetkazib beriladi. Chunki ko'pchilikning so'raydigan savoli eng birinchi shu. Xullas, shunaqa gaplar.